Assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Yangiariq sentrini Kok markazi, ya'ni Krugning yanında Huma kafedamiz. Bu yerda har xil assortimentlar bor. Assortimentlarning har xilisidan bor. Bu yerda har xil ovqat dastlabki xizmatlari bor. Ovqatlar bor. Hozir sizlar bilan menyularni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda g'ijduvon shashliklari, somsalar bor. Dahshat. Hozir ichanda ko'rsatib o'tamiz o'zimiz baholari bilan. Berimizda Huma kafeda ajoyib assortimentlar bor. Yangiariq sentrida odam gavjum. Постоянно свежий narsalar, go'shtlar, ovqatlar bo'ladi. Bu yerda свежий dastlabki xizmatlar ham bor ekan. 10 so'm solsangizlar dastlabki qiladi ekan Yangiariq sentr bo'yicha. Shashliklar, g'ijduvon shashliklari, baliq, gamburug, lavash, liboy narsa bor. Lutsi ichana kirib ko'rsatib o'tamiz sizlar bilan. Ishini g'ijduvon shashliklaridan kelaverasizlar. 12.000 so'mdan barakatlikisini qaranglar mana, kattaligini qaranglar. Men tavsiya etaman, xizmatlar o'zlaringiz duamiz kelaverasizlar bemalol. Hozir ichanlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ichandan akkuratniy boshqa zo'r. Livonda yonboshidan kelsangiz, bundan barakatli 22.000 so'mlikina. Bunda 12.000 so'm, 22.000 so'mlikina, 22.000 so'mlikina. Zo'r tutdi, voy. G'ijduvon shashliklari. Qo'llarimiz sheda xizmatdalar. Samigramlik halol. Go'shtni nida olasizlar, ha? Davron kasobdan. Bilib qo'yinglar, Davron kasobdan olamiz dedilar. Qo'llarimiz o'zi nerasiz? G'ijduvon, Buxoro G'ijduvondan. Молодец. Yerimizda menyularni qaranglar. Manti. Pulov, o'zim bir yomon pulov. Somsani ham bir yomon qilib o'zim. G'ijduvon pulov bor. Tavsiya etaman, ajoyib shashliklar, g'ijduvon shashliklari barakatli ekan. Bu yerda samig'lonning tepuli yo'q ekan. Tepuli umuman yo'q ekan. Men tavsiya etaman, kelaverasizlar, ham toza, ham sifatli, toza oilabod, zo'ralarimiz bilan kelib bemalol o'tiraverasizlar. Kabinalar bor ekan. Yangiariq sentrida, yana aytib o'tamiz adresni, Yangiariq sentrining Krug'ida, to'g'risida Huma kafe.